bo'g'imlarida muammosi borlarga, ya'ni revmatizm, shamollashi borlarga uy sharoitida tabiiy ikkita retsept berib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'nating birodarlar. Tabiiy giyohlar bilan ertalab ichadiganingiz 1 choy qoshiq toza zarchava maydalangan, 1 choy qoshiq sedana maydalangan qora sedana tozasi, mesnisini olasiz. 1 choy qoshiq toza asal, tog'niki. Yarim stakan qaynab turgan suvga aralashtirib yaxshilab ertalab och qoringa iste'mol qilasiz. Kechqurun uxlashdan oldin 200 gram qaynab turgan suvga 3 ta dona dafna bargi, ya'ni lavlovris bargini solasiz. 1 choy qoshiq qora andiz, ya'ni divisel qora andizni solib yarim soat damlab, 30 daqiqa damlab ichib olasiz kechqurun. Xudo xolasa, agar sizda revmatizm, shamollashlar, bo'g'imlaringizda og'riqlar, shamollashlar bo'lsa, hammasini uy sharoitida xudo xolasa oldini olsa bo'ladi ana shu. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying.